Savol: shariatimizda eshon, to'ra, sayyid kabi silsilalar mavjudmi? Ular qizlarini ana shu silsiladan bo'lganlarga uzatishlari to'g'rimi? Xo'p, o'sha eshon, to'ra, sayyid boshqa deyotganlarni o'zlarini silsilalari bo'ladi. Ya'ni otalaridan kelgan, misol uchun otasi kim, bobosi kim, katta bobosi kim, hammasini yozug'lig'i bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni Imomi Hasan nabiralarigami, Imom Husayn'gami kimgadir yetib boradigan bo'ladi. Xo'p, boshqalari ham shu. Ba'zilar Hazrati Abu Bakrga borishi mumkin, yana boshqa. Shunaqa silsilalari bo'lsa va silsilani nasab ilmini bilgan odamlar tasdiqlagan bo'lsa, keyin e'tirof qilinadi. Hozir shunaqa ilmli kishilar bor ekan. Silsilalarni ko'rib, qarab, bu to'g'ri, bu noto'g'ri deydigan. Misol uchun Suriyada shunaqa olimlar bor ekan. Nasab ilmini olimlari. Qaysi silsiladan nechta odam o'tgan, ular kim, nima, hammasini yoddan biladigan, qo'llarida hujjati bor odamlar bor ekan. Ana o'shalar tasdiqlab bergan bo'lsa, bular biz falonchini naslidanmiz desa bo'ladi. O'sha yaxshi bir nasldan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalomning avlodlaridan bo'ladigan bo'lsa, sayyidlardan, boshqalardan bo'lsa, bosh ustiga nihoyatda yaxshi. Lekin dinni tutsa, taqvodor bo'lsa, boshqalarga o'rnak, namuna bo'lib yursa, keyin hurmati bo'ladi. Faqat silsilani ko'tarib olib, o'zi g'ayri shar'iy ishlarni qilib yursa, namoz o'qimasa, bu yoqdan nima to'g'ri kelsa shuni qilaversa, u silsila bir pul bo'lib qoladi keyin. Ahli taqvo bo'lsa, ibodatli bo'lsa, yaxshi bir inson bo'lsa, albatta uni musulmonlar haligi sayyidligi uchun, payg'ambar alayhisolatu vassalomga nasabi yetib borganligi uchun hurmatlarini qiladi. Bu kelgan Ahli baytni hurmat qilish, boshqalar hammasi kelgan. Lekin haligi shart bilan. Qiz bermaslikni ham aytgan savolda, u o'zlarining ishi, lekin shariatda hamma barobar hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning davrlarida asli qul bo'lgan qora tanlik mo'min musulmonlarga Quraysh qabilasini aslzoda qizlarini berganlari bor. Mana Zayd ibn Harisaga payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'zlarini ammalarining qizi Zaynabni olib berganlar. Hazrati Bilolni Abdon degan ukalari bo'lgan. Shu kishi Qurayshning katta qabilalardan biri qiziga sovchi bo'lib qolgan. Shunda akasiga kelgan, aka shu falonchini qiziga uylanmoqchiman, birga borsangiz deb. Bo'pti deb borganlar. Hazrati Bilol juda ochiq, shaxdam, jasur inson bo'lganlar. Kirib, "Ey birodarlar, biz aslimiz qulmiz. Biz aslimiz qulmiz, qora tanlik. Islom bilan Alloh bizni musharraf qildi. Qizlaringizni so'rab keldik. Bersalaringiz xursandmiz, bermasalaringiz Allohu akbar" degan. Shu anda haligi qabilaning hamma oqsoqollari o'rnidan turib, "Akasi sen bo'ladigan bo'lsak, biz berdik" deyishgan. Mana shu gap. Kufu masalasi, ya'ni kim shunaqa falonchiga bermaydi degan masalasi keyinroq chiqqan masala, bu ham turmush tajribasidan olingan. Misol uchun o'shanaqa bir katta oilada o'sgan qizni sal soddaroq odam olsa, keyin oralarda chiqishmovchilik bo'lib, xotini "Sen oyog'iga yalang qayoqdan kelib qolganingning boshimni aylantiryapsan" deydigan holatlar ko'p bo'lgandan keyin shuni ham bir surishtirilsin deb qo'yilgan xolos. Bu shariatning qoidasi emas. Fiqhda ehtiyoj yuzasidan tajriba orqasida shu oilalarning mustahkam bo'lishini o'ylash ma'nosida qilingan ish bu.